Sizga qisqacha tushuncha beraman. Hop. Sizdagi hozir rejalashtirilgan amaliyot mikrotezga amaliyotiga reja qilyapmiz. Ya'ni tuxumga kirib, tuxumdan urug' izlash amaliyoti. Misol uchun bir tomoningizga kirdik. Agar predatka deymiz, epidi deymiz, ya'ni tuxumda ortig'idan agar olinadigan bo'lsa, tez qilib tuxumda o'zidan ham olinadi. Ikkalasidan olinadi. Agar yaxshi sifatli harakatli spermatozoidlar topilsa, o'shandan ekooksiga harakat qilinadi. Shu vaqtda o'zida agar sizda obstruktivniy azospermiya aniqlansa, ya'ni tuxumingizda ko'plab millionlab spermatozoidlar bo'lsa, urug' yo'llaringizni ham reviziya qilamiz. Ya'ni urug' yo'llaringizda strukturalar bormi, yo'qmi, ulasa bo'ladimi, keyinchalik tabiiy homiladorlikka harakat qilsa bo'ladimi, uni ham birato'la ko'rib ketamiz. Bir vaqt o'zida bir tomoningizga kiramiz, bir tomoningizga reviziya qilamiz, bir tomoningizdan urug'lar yetarli topiladigan bo'lsa, ikkinchi tomoningizga kirmaymiz. Bir tomonda o'zida hal qilamiz, xudo xolisa.